Moskva, 2009-yil. Men o'zimni yomon his qilyapman. Ota, siz hali ko'p yashaysiz. Bu nima deganingiz? Tobingiz qochdi, xolos, ota. Gapimga quloq sol, o'g'lim. Yo'q, gapirmang. Xohlasangiz butun dunyoni ostin-ustin qilaman. Rossiyani oyoqqa turg'izaman. Eng qimmat dori-darmon bo'lsa ham topib kelaman. Dunyoning qaysi chetiga olib borish kerak bo'lsa olib boraman. Faqat o'lim haqida so'z ochmang. Nima desam qilasan-a? Ha, ota, ayting. Faqat Sahara non yegim kelyapti. O'zbek tandirida qip-qizarib pishgan Sahara non yegim kelyapti. Nima? Non? Farg'ona degan joy bor. Tog' tagidagi qishloq. Tong chog'i quyosh qishloqqa juda yaqinlashib kelar ekan. Tog'dan sharqirab tushgan oq soy suvi qishloqni ikkiga bo'lib oqadi. Har bir xonadonda tandir bor. Har bir tandirdan ertalab issiq oftobi non chiqadi. Qishloq odamlari samimiy. 1943-yil. Stalingrad jangi. Sharipov, qandaysan? Yaxshi aka. Nima qilyapsan? Non yeb o'tirgandim. Yeysizmi? Yaxshi bo'lardi. Marhamat. O'zbekiston tandirda pishgan non. Onam berib yubordi. O'zi pishirgan. Haligi xatam berib yubordi. Avvaliga o'z qo'llari bilan yozgan. Onam yozgan xat. Sog'inib ketdim. Qo'ycha yig'lama, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Sharipov, doim bir gapni ko'p gapirasan. Bir dononga odamning qorni to'yadi deysan. Haq aytasan. Mana bir dononga qornim to'ydi-ku. Lekin odamzod nega shuni tushunib yetmaydi? Nega odamzod bir dononga qorni to'ysa ham ochko'zlik bilan bir-birini g'ajiydi, urush qiladi. Sharipov, agar buni hamma tushunganida edi, yer yuzi tinch bo'lar edi. Urush ham bo'lmas edi. Sen bilgan oddiy gapni bugun butun dunyo tushunishini istayman, Sharipov. Butun dunyo tushunishini. Bir danon hammamizga yetadi. Yo'q, ota. Yo'q, ota, meni tashlab ketmang, ota. Meni tashlab ketmang, ota. Yo'q, tashlab ketmang,